150 kilo, 160 kilo yengil vaznda egallaydigan Qirg'iziston qo'chqonlari yana o'sha Odilbek do'stimizga yetib kelgan. Obunachilar yaxshilab joylashib olinglar. Bularda barcha ma'lumotlarni to'la-to'kis holatda olib beramiz. Obunachilar Odilbek do'stimiz 2.800.000 dan ham qo'chqonlarim bor deyapti obunachilar. Ekran ostiga yaxshilab joylashib, like-ni bosib turinglar. Biz xudo xolasa bularda barcha ma'lumotlarni Odilbek do'stimizdan to'la-to'kis holatda olib beramiz. Bu videomiz xudo xolasa sizlarga birinchilardan yetib borish uchun like tugmasini bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Obunachilar biz qo'yib boryapti turgan arzon, sifatli qo'chqonlar xudo xolasa birinchilardan bo'lib sizlarga yetib boradi. Yaqin birodarlarga padlisaq turinglar, biz unda videolarimizni boshladik. Assalomu alaykum Fayzulluz kanalining qadrli obunachilari. Qadrli obunachilar 2026-yil 13 avgust haftaning payshanba tongida xudo xolasa syomkalarimiz ustida ish olib bormoqdamiz obunachilar. Odilbek do'stimizga yana qo'chqonlarda zo'rlardan kelibdi. Oy, obunachilarimiz uchun bir katta sensatsiya qilaman. Narxini o'tda sindirib yuboraman deyaptilar. Bularning barcha ma'lumotini Odilbekning o'zlaridan beramiz. Odilbek, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xudo xolasa qo'ylarni olib kelib oldingizmi? Xudo xolasa qo'ylar yetib keldi. O'sha Qirg'iziston Olabuqani suyakli, kastakli qo'chqorni zo'rini boqaman deganiga zo'rlarni olib kelib qo'ygan. Xudo xolasa yaxshi variantidan kelgan. Olib borib shunday dala boqmas, buni olib borib dalaga emas, qo'rg'a tiqib. Qo'rg'a tiqib shuni o'g'irga endi shuni berishaveradi. Endi olib borib to'kib berishaversin. Endi ko'taradigan variantiga yetib kelgan. 200 gram, 300 gramdan xotirjam yemini ko'taraveradi. Unda biz xudo xolasa videolarimizni boshladik. Obunachilar birinchi partiyalarimizga nechta Odilbek? 45 bosh. 45 bosh. Xudo xolasa bir boshga bitta obunachimiz. Oy, maydalab ham sotasizlar ekan. Maydalab ham sotamiz. Videoni oxirigacha ko'rib, bittadan like deb bosib, obuna bo'lib turinglar. Videoni oxiriga bor 2.800.000 so'mdan 3 oylik, 4 oylik qo'yib qo'yib. 2.800.000 dan. Yemini beradigan qo'zini qo'yib beradi. Ey Odilbek. Oddiy enasini qonidan hini tushgan qo'zi ham 2.5 million 28 atrofida bo'lyaptimi? To'ppa-to'g'ri. 3 oy bilan 4 oy orasida qo'zi qo'chqorlari 2.800.000 so'm. Obunachilar videoni oxirigacha o'tkazmanglar obunachi. O'tkazgan odam adashib qoladi. Odilbek bu yerda sonini 45 ta dedingiz-a? Hammasi qo'chqormi? Bari qo'chqor. Yosh oyliklari. Yosh oylik 7 oy bilan 8 oy orasida. 7 oy 8 oylik atrofidagi qo'zi qo'chqonlar. Ko'rib turibsizlar, Qirg'iziston Olabuqani qo'zilari. Oyoq kastaklariga ahamiyat bering obunachilar. Suyaklari baquvvat. Mana oyoqlari, kastaklari, mana to'shlari ham irg'ib chiqib yotibdi jonivorlari. Mana 45 tasini yosh oyligi 8 oylik, 7 oy bilan 8 oyda orasidagi qo'zilar. Yeb ikarlari sinovdan o'tdimi? Sinovdan o'tdi, yana olib Voy jonivor, mana qo'zilarni qaranglar. Qarang o'zimni qo'ydi ko'rgan obunachilar, mana. Yo'g'onligini ko'ringlar ey. Mana suyagi juda yo'g'on qo'zilar mana. Xudo xolasa og'on odam olib borib to'xtatmay yemir berishadi. 3 oy, 4 oy, 5 oyda xudo xolasa yaxshi natija beradigan qo'zi qo'chqonlarimiz obunachilar. Odilbek, bular bo'ylarini nechiga beramiz? Bo'ylari 70 dan 75 gacha qo'ydi. 70 dan 75 gacha. Yana telefon qilsa bir qator o'lchab ham beraverasiz. Yoqqanini endi o'lchab beraveraman. Mana obunachilar. Yoqqanini tanlanglar, 5 ta, 10 ta, 20 ta tanlanglar, bo'y bastilarni o'lchab, barcha ma'lumotlarni xudo xolasa video qilib tashlab beringlar. O'lchab sotilmaydi, lekin uzoqdan musofirlar akalarimiz uchun bitta mo'ljal qilib olishlar uchun o'lchab beramiz. Musofirda akalar uchun narxidan o'tib berasiz. O'lchab sotadigan. Xudo xolasa qo'zi qo'chqonlar yaxshi variantini obunachilar ko'rib turibsizlarmi? 4 ta, 5 ta, 6 ta olib qo'yinglar. Xudo xolasa olgan narsa doim arzon bo'ladi. Xudo xolasa pul ko'paytiraman deb yurgan akalarimiz bo'lsa, musofirda akalarimiz bo'lsa 5 ta, 10 tadan, 2 tadan olib qo'yinglar. Xudo xolasa bitta, 2 taga ham savdosi bor obunachilar. Buni 45 tasini bitta odam olish majbur emas. Mo jonivorlarni qaranglar. Mana shu ikkovini ham xudo xolasa olib tashab qo'yinglar, maza qilib boqasizlar. Mana jonivorlarni qaranglar ey. Mana bu kastaklarni qaranglar, oyoqda baquvvatligini qaranglar. Odilbek, obunachilar ko'p kuttirmaymiz. Buni narxini ayting. Hamma qiziqtiradigan narxi. Hamma gap narxida. Hammasi narxida. Har safar qo'yapmiz, yengil qo'yapmiz. 1-2 soatda sotilyapti hamma qo'y. Bugun ham bor u. Balanddan kelmaymiz. 4 million 48 yo'q narx. 4 million so'mdan ozgina hayri ham bor. Hayrisi ham bor. Hayrisi ham bor. Bor aka.
Mana obunachilar 42, 41, 43 sotilyapti turgan qo'zilarda 4 million so'mdan hayrisi ham bor dedilar obunachilar. Ey, hayrisini ham ayting. Kami qancha ekan? Kami nechi pul ekan? Obunachilar o'ylanmasin. Hammasini olsa 50 ming, 100 ming emas, 800 mingni o'tib beraman. 3 million 800 ming so'mdan og'a odam chiroyli baraka 3 million 800 dan. 3 million 800 ming so'mdan baraka. Obunachilar 3 million 800 mingdan 7-8 oylik qo'zi qo'chqonlar nima deyapti obunachilar? Ey, shoshilamiz endi. Yengil bahosi 4 million 42 sotiladigan qo'zi 3 million 800 ming so'mdan. Yosh oyliklar 7-8 oylik qo'zi qo'chqonlar olib borib yemini beradigan qo'zi qo'chqonlar obunachilar. Shoshilinglar, bunaqa variant haddan bo'lavermaydi. 5 oylik dakalashgada qo'zi emas. Tepasiga kelib ko'raman odamning. Lokatsiyalar tashlab berasiz, tepasiga kelib ko'rib olasiz. Shunday kelib ko'rib olasiz. Mana obunachilar, mana qo'zi qo'chqonlar yoshmas. 8 oylik atrofidagi qo'zi qo'chqonlar olinglar mana. Bundan arzon topib bo'lmaydi obunachilar. Bundan arzon o'zim ham topa olmayman obunachilar. Mana variantni, zo'r variantini yaratib qo'ydim obunachilar. 3 million 800 mingdan dastlabkilari ham ichida. Dastlabkilari ham ichida dedi ular. Qo'ydi bir qator bor mana. Mana bitta o'tkazib bering. Birorta mujmali yo'q. Mana hammasi bir xilda qo'zi qo'chqonlar mana. Terib qo'yganman. Mana. Mo jonivorlarni qaranglar obunachilar. Bitta o'tsa ham xudo xolasa hammasi bo'ybastlar, dumboshlar, chista raketa dumba. Hamma taraf xudo xolasa kelgan ekan. Bundan keyingi partiyalarimiz 2 million 800 mingli partiyalarimiz ketdik. Xudo xolasa mana ikkinchi partiyalamizga ham suyakli, kastakli, yaxshi suyagi, yaxshi variantidan qo'zi qo'chqonlarimiz yetib chiqdi. Odilbek bu yerda soni nechta? Soni 12 ta bizlar. 12 dona. Hammasi qo'chqormi? Bari qo'chqor. Hammasini olib borib, kepagini ozgina berib yursalar foydani zo'r qiladigan qo'zi qo'chqonlar. Soni 12 ta. Hammasi qo'chqor. Yosh oyliklari-chi? Yosh oyliklar 5 oylik atrofida. 5 oylik atrofida. Maza qilib boqadigan variant, foydani zo'r qilaman degan variant. Odilbek, bular yosh oyliklar necha oylik? 5 oylik atrofida. 5 oylik atrofida. Bo'ybastchi. Bo'ybasti 70 plus minusga olishadi. 70 plus minusga. 65 plus minusga olsin, narxi 60 narxida bo'ladi. Ey! Narxi 60 narxida bo'ladi. 65 plus minusga olinsin. Narxi 60 narxida bo'ladi. 60 narxida bo'ladi. Narxini ayting buni. Yengil narxi 38, 37 sotilayotgan joyda mana Ey, bitta ayting, so'rag'ani hijolat qilib qo'yayin. 3,5 milliondan. Babar aka. Mang. Ey, 3,5 milliondan. Yoqqanini olsin. Hammasini olsin 34 da. babar aka. Obunachilar mana 3 million 400 ming so'mdan. 3 million 400 ming so'mdan. Nima deyapti obunachilar? Yangi 2 oylik, 3 oylik qo'zilar ham 3,5 million sotilyapti. 3 million 400 ming so'mdan. Olib borib kepagini beradigan variantida obunachilar. Tanlab olish 3,5 million so'mdan. Odam lavz qilgan joyiga ketdik endi. 2 million 800 ming ekan. Sizlar kutgan xudo xolasa daqiqalar yetib keldi. Xudo xolasa 3-partiyalamizga Odilbek bu yerda soni nechta? Soni 9 ta bizlar. Soni 9 ta. Yosh oyliklari-chi? Yosh oyligi 3 oy bilan 4 oy atrofida. Hammasi sog'liqmi? 7 ta qo'chqor. 7 ta qo'chqor, 2 ta sog'lig'i bor. Sog'lig'i bor. Mana obunachilar 100% sog'liq emas, 7 ta qo'chqori, 2 dona irg'achisi bor ekan obunachilar. Bunaqa arzon ko'pchilik bitta, ikkita qilmasda 9 ta mana soni bizlar. Ha, hali arzon qo'yayotgani bitta, 2 ta, 3 ta emas, buni soni. Soni 9. Xudo xolasa 9 ta. Yosh oyliklari? Yosh oyligi 3 oy bilan 4 oy orasida. Bo'ybastini nechaga beramiz? Pensiyamni pulini yig'ib qo'yganman. Ashuna arzonroq qo'yib bo'lsa, olib tashlab qo'yaman degan hojatlar uchun 2 million 800 ming so'mdan. 2 million 800 ming so'mdan. 800 ming so'mdan odam chiroyli baraka topsin. Babar aka. Obunachilar bunaqa variantini ham topolmaydi. Hech qayerda qidirmang. Obunachilar buni yengil bahosi 3 million 32 sotiladigan qo'zilar. 2 million 800 ming so'mdan obunachilar. 7 ta qo'chqori, 2 dona urg'ochisi bor ekan. Faqat shoshilib qolamiz obunachilar.